Jigar Yunusobodda 4 xonali yangi remontli uylarning narxi 120 mingdan boshlab 150 minggacha bor. Xabaringiz bor, to'g'rimi? Lekin biz hozir Hasanboydamiz. 200 sotuv yer maydoniga qurilgan yangi uchastkamiz ichlari yangi remontdan уже tayyor bo'lib chiqib kelgan. Nima tanlardingiz? Kvartiranimi yo mana shu 135 ming boshlang'ich narxli uchastkanimi? Men albatta mana shu uchastkani tanlardim. Va uchastka boshqa narsa tanlardim. Javobingiz uchun rahmat. Sizchi 4 xonali kvartirami yo shu 200 sotuvga qurilgan yangi uchastkani xarid qilmoqchimidingiz? Birgalikda joyimizni ko'rib chiqamiz. Abi, kirib kelavering. Asosiy darvozadan kirganimizda bemalol bitta mashinani ham sig'dirsak bo'ladi. To'g'rimizda bizda tashqi sanuzelimiz mavjud. Tashqari fasadlarimizda polni traventin bilan застройщикlarimiz bitkazib berishadi. Ichkari esa polni yangi remontdan chiqqan bitta pardalar qo'ygan. Keling, mana bu yerdan podolga tushadigan joyimiz, podolimiz 5 ga 5. Mana bu holli tegi. Hop, kirganimizda bizani kattagina hol kutib oladi. Holimizda uzun narsaga kattagina prixojniy mebelimiz yasatilib qo'yilgan. Keling, bu yerga kiradigan bo'lsak, bizda oshxona. Oshxona ham kattaligini ko'ryapsiz. Chiroyli proyekt qilib qo'yishdi. Remontlarini ham premium klassda deb rasm maqtadilar. Endi kelib ko'rib o'zingizlar baholarasizlar. Bu yog'imizda kichkinagina holimiz bor. Hop, bu tarafimiz esa bizda mehmon kutadigan xonamiz. Oshxonadan ham kirib chiqsa bo'ladi, holidan ham kirib chiqsa bo'ladi. Zalimizni bag'ri juda ham katta, albatta mehmonlaringizni shu yerga sig'dirsangiz bo'ladi. Hop, birinchi xonani ko'rdik. Uchastkamizda 4 ta xonadan iborat va kattagina hol. Ikkita sanuzel ham mavjud. Mana bu tarafimizda bizda kattagina sanuzel, chiroyli kafellar taqilgan. Hop, birinchi xonamiz spalni yoki detskiy. O'zingizga moslayverasiz. Va bu tarafda yana bitta sanuzel, ikkinchisi bizda bo'ladi. Lokatsiyamizda zo'r, yo'l yuzidan bor yo'g'i 250 metr kirib kelasiz. Ikkinchi xonamiz endi bu явный, aboydan bilsa bo'ladi, bu o'sha detskiy bo'ladi. Va detskiydan o'zining kichkinagina hovlisi ham mavjud. Va oxirgi xonamiz spalniga to'g'ri keladigan kattagina xonamiz. Mana interyer, dekoratsiya, rangli, podborka juda ham yoqimli, asabga tegmaydigan ranglardan ishlatib chiqarishibdi. Bu uchastkamiz 135 ming boshlang'ich narx uy egalari so'rashyapti. Albatta kelishtiriladi. Hammaga qiziq bo'lsa, buni manzili qayerda ekan deb savol hozir hammada yaratilyapti. Hasanboy postiga yetmasdan chorraha arkadan gaz zapravka bor. Gaz zapravkadan betonkadan 250 metr kirib kelasiz. Lokatsiyasiga gap yo'q. Kommunikatsiyalardan muammo hech qanaqa yo'q. Telefon raqamlarini endi qoldiraman, tez aloqaga chiqasiz. Bunaqa narxda 4 xonali uy olgandan ko'ra, mana shu uchastkani olganingiz yaxshi deb. Bunaqa uchastka qidirib yurganlarga samolyotda jo'natib qo'yamiz.